Dunyodagi eng zo'r HRlarning fishkasi bu HR tizimini bilganida emas, qachondir rekruting qilganida emas, trening o'tishi bilishida emas. Dunyodagi eng zo'r HRlarning fishkasi bu biznes tushunishida. Bugungi kunda u biznesga hamkor bo'lganida va analitikani tushunganida. Qachonki yaxshi HR bo'lishni xohlasangiz, albatta sonlarni farqiga borishni o'rganish kerak. Albatta sonlar bilan ishlashni o'rganish kerak va insonlarni to'g'ri jamoani shakllantirish kerak. Qachonki siz odamlarni yaxshi ko'rmaysizmi, siz HR bo'la olmaysiz. Haqiqiy HR insonlarni yaxshi ko'rish kerak, insonlarni orasida yurish kerak, insonlarni og'rig'ini va insonlarni muammosini tushunish kerak va unga obyektiv yechim berish kerak. Hech qachon subyektiv yechim berilmaydi. Ham biznes tomonni, ham xodim tomonini inobatga olgan holda obyektiv yechim bera oladigan HR haqiqatdan ham yaxshi professional HR hisoblanadi.